Assalomu alaykum hurmatli do'stlar, kanalimiz a'zolari, hurmatli obunachilarimiz. Bugun 2025-yil 18-aprel sanasi bilan biz Qashqadaryo viloyati G'uzor tumani Quduq mahallasida Ma'rufjon ukamizni xonadoniga keldik akalar. Do'stlar, bugungi videoda bizdan juda ko'p talab qilishdi yurtdoshlarimiz, haqiqiy o'zi tulab tushib ketadigan yunglari, haqiqiy o'sha kashtanlardan elita sort qo'ylar, qo'zili qo'ylarni bizdan so'rashuvdi. Akalar, endi mana qo'zili qo'ylarga ham keldim akalar. Akalar, qo'zilari o'zidan katta bo'lib ketgan akalar. Qo'ylar ham nihoyatda yirik, suyakli, katta qo'ylar. Akalar, bu qo'y nima deyapti akalar? Mana haqiqiy elita qo'y akalar, kashtanidan, zo'ridan akalar. Mana bizdan zo'rini so'rashyapti akalar, shuning uchun zo'rini ko'rsatyapmiz. Do'stlar, har bitta yurtdoshlarimizga, har bitta obunachilarimizga mana bunday o'ldilarda qo'zisi bor akalar, qo'ylarda haqiqiy gigantlari akalar, qo'ralarda 100 tadan 200 tadan bo'lsin akalar. Mana gazli haqiqiy gigant o'sha elita sort qo'ylar, toza hissori akalar. Tozasidan ko'rsatyapmiz. Tozasini so'ragan aka-ukalarimizga maxsus video bo'lyapti. Do'stlar, mana bolasiga bir e'tibor beringlar-da. Mana oldidagi bolachasiga. Akalar, nima deyapti bolasi akalar? Bir e'tibor beringlar-da. Bu oldida ayiq polvon ham uyalib qoladigan darajada-da. Akalar, mana holatlariga bir e'tibor beringlar akalar. Yungi simjun akalar. Hozir bu yerda necha bosh bolali qo'y bor? Bularda balandliklari, yoshi qanday, narx-navosi qanday? Hamma ma'lumotlarni aytamiz. Bizning kanalimizga puliga qaraymayman, lekin toza qo'y bo'lsa olaman degan aka-ukalarimizga do'stlar maxsus bo'lyapti bu video. Do'stlar, bizda telefon qilishdi akalarimiz, Botirjon puliga qaramayman. Mayli toza narsa bo'lsa olaman, toza zo'ridan bo'lsa olaman degan aka-ukalarimizga do'stlar bu videoni maxsus ko'rsatyapmiz. Bizdan nimani so'rashsa, hamyurtlarimiz o'sha narsani iloji boricha ko'rsatishga harakat qilamiz do'stlar. Bizning videolarga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'ysangiz, doim sizlar uchun xizmatdamiz. Sizlar uchun mana shunday bir-biridan chiroyli videolarni ko'rsatib beraveramiz akalar. Bo'lmasa biz ma'lumotlarni Ma'rufjon ukamiz bilan birgalikda aytishni boshladik akalar. Assalomu alaykum Ma'rufjon. Assalomu alaykum Botir aka. Zo'rmisiz? Sog'liklaringiz zo'rmi? Yaxshi, rahmat aka. Chorvangizga baraka bersin. Umringizga baraka bersin aka. Ma'rufjon, bizdan obunachilarimiz, yurtdoshlarimiz toza qo'y so'rashyapti. O'sha haqiqiy elita sort qo'ylarni so'rashyapti-da. Bilaman, sizda necha yillardan beri shu toza qo'y bilan shug'ullanasiz. Necha yildan beri o'sha elita sort qo'ylarni saqlaysiz-da. Men oldindan bilaman sizda. O'shaning uchun Ma'rufjon, men xonadoningizga maxsus keldim. Shu mendan so'ragan aka-ukalarga, obunachilarni shu talablarini bir bajarish uchun xonadoningizga keldim ukajon. Shu mana shu yerdagi qo'ylarni, ona bola qo'ylar dedingiz-ku, to'g'rimi bular? Shunday ona bola aka. Hammasini bolasi bor-da, to'g'rimi? Mana shu katta qo'zlar shularning bolalari-da, to'g'rimi? Bolalari bor, onalari bor shunday. Hozir endi qarang, shu ona bola qo'ylarni endi menga qarang, shu xalqimizga, yurtdoshlarimizga, mendan haqiqiy qo'y so'ragan aka-ukalarimizga shularning bir ma'lumotlarini siz bilan aytaylik. Maylimi? Mayli aka. Mendan chunki so'radi-da, Botirjon, puli qimmat bo'lsa ham toza narsa kerak menga, toza qo'y kerak degan aka-ukalarimizga bu video maxsus bo'lyapti. Endi bu yerda mana shu videoda necha bosh qo'y bor endi opishi? Botir aka, bu yerda 20 bosh qo'y bor. Aha, 20 bosh qo'y. Bir qo'yimiz egiz, ha. Bitta qo'y egiz. Ha, 20. Mana shu qo'y egiz ekan, ikkita bolasi yuribdi ichidan. 21 qo'zi, 20 sog'liq. Ha. Soni 40 ta, endi bittadan hisoblasak bittamiz 20 ta onasi, 20 ta bolasi-da, 20 bitta bolasi. Bitta egiz bilan. Egiz bor, ha. 20 bitta bolasi. Mashallah. Ko'rib turibsiz aka, suyagini, vidini. Qo'zilari ham zo'r ekan. Qashqadaryoda menman degan qo'y shu aka. Bori shu.
Mashallah, lekin zo'r ekan qo'ylar. 85 plus bor aka, 80 plus bor shunday qo'ylar. Suyagini ko'ryapsiz, rangini ko'ryapsiz. Qo'zlarini to'lini ko'ryapsiz aka. Qo'chqori zo'r qo'yilgan. Hurmatli do'stlar, hurmatli aka-ukalarimiz, bu ukalarimiz to'g'risi qo'yni ko'rsatmayman deyishuvdi. To'g'risini aytaylik endi mana aka. Shunday akajon. Haqiqatda aytaylik. Bu ukalarimiz aka biz qo'yni ko'rsata olmaymiz. To'g'risi ko'rsatmaymiz deyishdi. Men bularga iltimos qilib, to'xtang, shu kanalimizga aka-ukalarimiz so'rayapti. Shu ko'rsataylik endi. Olishsin, foydalansin akalarimiz deb iltimos qildim. To'g'rimi sizga? To'g'ri akajon, shunday. Shuning uchun akalar to'g'ri tushunasizlar. Bizni mehnatimizni qadrlab, bizni mana shunday kelib, yugurib, yaxshi qo'ylarni ko'rsatyapmiz. Do'stlar, bizni mehnatimizni qadrlab, kommentariyada o'zlaringizni yaxshi fikrlaringizni, o'zlaringizni yaxshi niyatlaringizni yozib qo'ysangizlar, do'stlar, biz doim mana shunday xizmat qilib beraveramiz. Akalar, mana bu qo'yga bir baho beringlar-da mana. Haqiqiy o'sha hisori elita sort kashtanidan, yungi o'zi tulab tushib ketadigan xilidan akalar. Mana oldida bolasi turibdi akalar. Mana. Do'stlar, biz uncha-muncha qo'y ko'rsatayotganimiz yo'q. Mana ichida yana bitta kashtani bor ekan, yungi tulab tushib ketyapti akalar mana. Mana shu qo'y o'zi qo'chqor qo'zi. oldidagi qo'chqor qo'zi. Mana shu orqasidagimi? Ha, orqasidagi mana. Akalar, mana. Do'stlar, iloji boricha biz mana shunday gigantlaridan, zo'rlardan, velikanlardan ko'rsatyapmiz. Shu obunachilarimiz so'ragani uchun ko'rsatyapmiz. Menga qarang, bu yerda yoshlari qanday, nechtishgacha qo'ylar bor? Botir aka bu yerda 20 bosh qo'y bo'lsa, 4 tishdan 6 tishgacha qo'y bor aka. 4 tishdan 6 tishgacha qo'y bor. Hattoki mana bu katta qo'zili qo'ylarimiz, to'toli bolalari bor, bolalarni ko'ryapsiz qo'zisini. Onasi ham qo'chqordan chiqib ketgan. Inshaalloh ikkinchi partiya ham baraka topadi olganodan. Zo'rga. Erkak urg'och aralash lekin aka, to'liq erkak deb ayta olmaymiz. Menga qarang, bularda endi bir qo'lga oladigan akalar bor-da. Shuning uchun chiroyli qilib bahosini ayting, qani bular nech puldan endi bahosi? Bahosini qiziqib turibdi-da akalarimiz. Akajon endi bu yerga nima desak bo'ladi? Qo'sini hisobini chiqarsin. Mana shu qo'y bozorda yakka tursa qancha bo'ladi misol? Qo'yni o'zi ona bola tursa qancha bo'ladi? Men hozir bunga to'liq baho qo'ya olmayman. Endi qarang. Menga qarang. Shuni menga qarang, bir qo'lga mayli, bir qo'lga o'zingiz bitta baho ayting. Bir qo'lga oladigan akalar uchun shu yerga 20 bosh qo'y, 20 bosh qo'zi bor. Haqiqiy o'sha elita sort qo'ylarda bularni o'zi bir ko'rgandan akalarimiz o'zi birdan tushunib olishadi. Siz buni bahosini ayting. Keyin o'sha bahosiga qarab men sizga bir narsa deyman. Aytavering bahosini. Men o'zim to'g'risi iltimos qilib keldim xonadoningizga. O'shani ham aytavering, mayli, xalqimiz bilsin. Aka, qarang. Ham bu qo'yda bolasi misol otasi ham mo'ljali 1 metrdan baland bo'lgan. Ana shu 4 oylik qo'zini hozirgi savdosi bozorda tursa 4 millionga bermayman. Lekin ona bola hisobiga chiqaryapman, shuni qo'shib chiqaryapman. Ayra tursa shuni qo'chqor deydi, to'g'rimi? Ana bu onasi. Ko'rib turibsiz oldida, qo'zini ko'ryapsiz, egizni ko'ryapsiz. Bozorda shunday egizni qo'zil qo'y nech pul sotilyapti, Botir aka? Endi bozorda ham sotilyapti. Bozor endi to'g'risi qimillab qolgan sal. Menga qarang, bularni quyuq suyug'iga menga qarang kelishtirib bir bahosini ayting qani. Men endi shu xonadoningizga keldim, shu yurtdoshlar uchun keldim. Menga qarang, quyuq suyug'iga bir qo'lga ketsin shu qo'ylar, hammasi bir qo'lga ketsin. Nech puldan endi? Ayting qani? Aka bir qo'lga misol bir qo'lga masalan hammasi bir xil. Mana qarang. Umuman ichidan tanlamaydi. Mana shu 20 bosh qo'y, 20 bosh qo'zi bir qo'lga ketsin. Ichida qo'zisi ham tayyor. Mana bir qo'lga ketsin shu qo'ylar. Shuning uchun shuni chiroyli qilib ayting qani. Mana yerda sariq vobshim ham udur ekan-a. Qo'zi ham oldida aka. Akalar, mana sariq qo'yga bir e'tibor beringlar-da akalar. Mana ashi dahshat qo'y akalar. Ana, yungi o'zi tulab tushib ketyapti. Menga qarang, Ma'rifjon. Vaqt cho'zgan foydasi yo'q. Shuning uchun bir chiroyli qilib ayting shuni. Ayting qanday narxini? Aka 7 dan bersinlar. 7 dan bo'lsa, tushadi. 7 dan. Menga qarang, Ma'rifjon, shuni 7 demaylikda salsiylar bermaysizmi? Qo'yjon. Dastavka qilib bersam bo'ladimi aka? Yo'q, dastavka demang, shuni 7 dan siylar berishingiz. Aka, qo'sini qarang, qo'yini qarang aka, turishini ko'ring aka. Menga qarang, bitta baho aytaman. Bitta baho aytaman. Mana shu qo'ylar bir qo'lga ketsin. To'g'risi, men kelishtirib aytaman. Shu bozordan ko'ra sal arzonroq qilib aytaman. Bir qo'lga ketsin.
Shuni 7 dan qanchasi ila berasiz? Menga qarang. Yomg'ir ham yog'yapti mana. Beryapti, nazarini qo'yapti akajon. Do'stlar, mana yomg'ir ham yog'yapti-da. Menga qarang, shu 7 dan qanchasi ila berasiz? Ayting shuni. Aka 200 siyla beraman. Bir og'iz gapga 200 siyla beraman. Faqat bir joyga olaman deganga. Ha, bir joyga olaman. Aka ichida 8 bermaydigan, 8,5 bermaydigan qo'ylarim bor. Ha. Qo'yni o'zini 6 millionga bermayapman. Ushlang, bittasini ushlang-da. Ushlang. Mana shu kashtan qo'ydi. O'zini 6 million so'rashyapti. Shu qo'ydi o'zini. Mana chista Qashqari o'zini. Ketyapti shu ham ichida. Mashalloh. Qarang. Hozir o'shandaqaga 200 siyladingiz, to'g'rimi? Bularni. Shu 6 million 8 dan bo'lib qolyapti, to'g'rimi? Shunday aka. Menga qarang, shularni 6,5 dan qilaylik. Menga qarang. Men ham aka nomard aytmayman. Shular bir qo'lga 6,5 dan ketsin. Ma'rufjon. Barakangizni bersin. Menga qarang, shuni obunachilarimiz olsin shuni. Yo'q, kam demang endi. Shuni bir qo'lga 6,5 dan ketsin shu qo'ylar. Men bering shu qo'ylarni. Zo'r qo'ylarda. Men prosta shu muxlislarim bor-da meni. Toza qo'y qidirib yurgan aka-ukalarimni ko'rsatyapman, to'g'risida. Bo'pti, sizniki emas, meniki emas. 66 qilib bersinlar aka. 66. 66 dastavkasi qayergacha? Bor Samarqandgacha. Yo'q, shuni O'zbekiston bo'ylab qilaylik. 66 dan. Bor O'zbekiston bo'ylab akajon. O'zbekiston bo'ylab 66 danmi? Bo'pti aka. Hurmatli do'stlar, hurmatli aka-ukalarimiz, endi shoshilinglar. Do'stlar, haqiqiy qo'yni udari, lideri kimga kerak bo'lsa, akalar mana shu qo'ylarni srochni egalik qilib olinglar, do'stlar. Men pastda nomerlarni qo'yib qo'yaman. Pastdagi nomerlarga aloqaga chiqib sotib olaverasizlar, akalar. Ushlang bittasini, mayli, ushlang. Bu yoqqa olib keling qo'ydi. Qo'yni olib keling bu yoqqa. Bir qo'yda akalarimiz bir tomosha qilishsin-da. Qashqadaryoni haqiqiy elita qo'yida. Bu qo'yda bir e'tibor beringlar akalar. Nima deyapti? Shuni tishini ham bitta ko'rsatib yoring-da. Mana aka 6 tish, xudoylik ko'rsatib. Endi 6 tishga o'tyapti. 6 tishga o'tyapti aka uch qoringa. Mashalloh. Qo'yga bir e'tibor beringlar. Bo'ldi, qo'ying. Qo'zisi bormi buni ham? Qo'zisi bor, qo'chqor qo'zisi bor. Hurmatli do'stlar, hurmatli aka-ukalarimiz, iloji boricha biz ma'lumotlarni aytdik. Do'stlar, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqib mana shu qo'ylarni egalik qilib olaverasizlar do'stlar. Keyingi videolarda sog' salomatda uchrashguncha deb qolamiz. Mana shunday qo'ylardan qo'ralaringizda 100 tadan 200 tadan bo'lsin do'stlar. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar akalar.